Assalomu alaykum aziz do'stlar, aziz o'rtoqlar. Mana bugun yana bir chiroyli kunlardan biri. Ya'ni go'zal bir orzularim ushalayotgan kun. Ya'ni onajonimga, opamga va kinayim uchun umra ziyoratiga biletlar oldim. Va bunga qodir qilgan, bunga sababchi qilgan Allohimga mingdan ming shukronalar keltiraman. Chunki u istamasa meni sababchi qilmasdi. U istamasa menga bu uchun imkon bermasdi. Albatta bu qalbimda, yuragimda. Mana shunaqa chiroyli kunga guvoh bo'lishingizni istadim. Albatta video tasvirlarga tushirilmasdan bo'lmadi. Shuning uchun hozir siz ko'rishingiz kerak bo'lgan yoki ko'rishingiz mumkin bo'lgan tasvirlar albatta o'sha onajonimga, opamga va kinayimga umra ziyorat yo'llanmasini topshirish marosimi va o'ylaymanki bu har bir farzand uchun juda katta baxt. Ayniqsa singil bo'lsangiz, singil uchun ham baxt, qaynsingil deydi, u uchun ham katta baxt. Ko'pchilik aytyapti, hech qanday singil bunchalik bo'la olmaydi, hech qanday qaynsingil bunaqa kinaylarga bilet olib, ularni umraga yubormaydi yo nimadirlar degan gaplarni ham eshityapman. Endi farzand ona uchun qiladi, bu tabiiy hol, lekin qolgan hollarga ko'pchilik hayron qolishyapti. Yo'q, men mingdan ming roziman, chunki ular xursand bo'lsa men xursand bo'laman, onam xursand bo'lsa men xursand bo'laman. Shuning uchun bugungi chiroyli kunni sizlar bilan ham bo'lishamiz va har bir farzandga nasib etsin. Faqat shu o'rinda bir narsani aytmoqchiman. Bundan bir necha yillar avval, ya'ni o'sha Toshkentda o'qib yurgan vaqtlarim, studentlik paytlarim, bir necha bor darslardan chiqib ketganman, ya'ni o'sha kontraktni deb darsdan chetlatilishga sababchi bo'lgan holatlar bo'ldi. Ya'ni to'lolmaganmiz o'z vaqtida. O'sha paytlardagi og'riqlar, o'sha paytlardagi qiyinchiliklarni men aytib bera olmayman. Shunday kunlarda meni onajonim, u payt rahmatli dadam ham hayot edilar. Ham kasalchilik, ham ba'zi bir voqealar bo'lib juda ham qiynalishgan meni o'qitishga. Onamning pensiyalari, dadamning o'sha nafaqasi afsuski bizga yetmasdi. Boz ustiga kontrakt uchun meni o'qitishga. O'sha vaqt ba'zi bir insonlardan, odamlardan qarz so'rashga to'g'ri kelgan va bu ishni ko'pincha onam, o'sha men ina deyman, inam bajarardi. Ya'ni chiqib odamlardan pul so'rab, kerak bo'lsa uyma-uy so'rab meni o'qitish uchun, meni kontraktim uchun, o'sha menga kerakli summani yig'ish uchun mana shunaqa qiyinchiliklarga duch kelgan. Men u kunlarni hech qachon unutmayman, hech qachon. Ko'pchilik so'rashadi, onangni nimaga bunchalar yaxshi ko'rasan yoki oilangni. Men faqat onamga emas, hammalariga shunaqaman. Nimaga bunchalik yaxshi ko'rasan deb, men o'sha qiyinchiliklarda ular qanaqa yashaganini ko'rganman. Ular hatto bir qop un olishga bizning pulimiz bo'lmasdi. O'sha vaqtlar 18 ming turardi. Shu kuni ham onamga aytib esladim o'sha kunlarni. Har safar o'sha ta'tilga borganimda buni guvohi bo'lardim. Juda hali shunchalar zo'r bo'laman, hali shunchalik shunaqa kunlar keladi, mana shunaqa qiynalganlarni unuttiraman derdim. So'zlarim chindan bir aytilganmi bilmayman, mana bugungi kun mana shuni isbotini berib turibdi deb o'ylayman. Endi bungacha ham boshqa ishlar amalga oshirishga qodir bo'ldik, endi shunga qodir qildi Allohim. O'ziga shukr, lekin bugungi aynan o'sha umra biletiga, umra ziyoratiga bilet olish bu eng katta baxt deb o'ylayman. Afsuski dadajonim bu kunlarni ko'rolmadilar. Agar hayot bo'lganlarida albatta ikkalalarini yuborgan bo'lardim. Taqdir ekan, u dunyoda ko'rib bizdan mamnun bo'lib, xursand bo'lib o'tirgandir. Men bunga ishonaman. Chunki
ko'zim yetganlarida ham qizim zo'rg'a gapirib, enang yaxshi ayol, enangni senga ishondim degan edilar. Shu kuni vafot etuvdi. O'shaning uchun ham endi dadamni u gapi uchun emas, men o'zi shundoq ham men ham yaxshi ko'raman, juda ham yaxshi ko'raman. O'shaning uchun bugungi kunlar bu meni eng go'zal kunlarimdan biri. Nafaqat meni, hozir onajonimni, opamni, kenayimni bir juda ham chiroyli bir xayollar og'ushida Allohning uyiga borarkanmiz degan bir katta quvonch, hayajon bilan kutayotgan kunlar deb hisoblayman. Men bu narsalarni ya'ni qilishim kerak, majburman deb qandaydir majburiyat ostida qilmadim. Buni juda xohlab, aksincha kechikdim degani yillar avval qilishim kerak edi. Lekin boshqa ishlarni birinchi o'ringa qo'yishimizga to'g'ri keldi, vaziyatlar, chiroyli hayot, nimadir. Lekin mana nasib ekan, men bugun juda xursandman. Men eng baxtli farzand, eng baxtli singil, eng baxtli qayinsingilman. Bundan xafa emasman. Ya'ni birovlar aytishi mumkin, "Voy, sizga nima kerak, sizga nimadirlar." Yo'q, men hammasi uchun xursandman va mingdan ming roziman. Chiroyli borib ziyorat qilib kelishsa, men o'zimni o'sha insonlik missiyamni bajardim deb hisoblayman. Chunki har bir musulmonning orzusi va bunga sababchi bo'lish, o'ylaymanki, kichkina baxt emas o'rtoqlar. Siz ham onangizga, otangizga, nafaqat ularga, balki boshqa yaqinlarga ham hadya qilishga shoshiling, chunki bu go'zal, juda go'zal hadya ekan. Buni quvonchi, bir hayajoni umuman boshqacha. O'sha kundan beri sovg'a qildim, ularni xursand qildim-u, uchib yuribman ya'ni. Albatta ularni oldida mas'uliyatim ham qandaydir paydo bo'ldi, chiroyli borib kelishlari kerak, baribir o'ylaysiz-u, lekin baribir ham xursandman, baxtliman. Shuning uchun nasib etsa endi chiroyli kunlarda ko'rishamiz. Albatta ularni kutib olish niyatim bor aeroportda. Hali u videolarni ham beramiz. Yuborguncha yoki yo'llanmani berguncha emas, ularni chiroyli bir Allohni uyini ko'rib qaytayotgan bir chiroyli holatlarda kutib olish xohladim va o'ylaymanki, bu baxt menga ham nasib etadi, chunki men o'zim ham O'zbekistonga borishim kerak bu uchun. Yana nima demoqchiman? Onajonim, volidam, nimadir kasal bo'ldingiz. Juda qo'rqdim, qiynaldim. Lekin mana bunaqa chiroyli kunlarimiz bor ekan. Mana shunga siz juda ham loyiqsiz. Siz borsiz, men borman. Siz borsiz, siz hayotsiz, men borman. Siz yig'lasangiz, sizni yig'latishsa, sizni xafa qilishsa, men chidolmayman. Allohimga shikoyat qilib qo'yishim ham bor. Lekin o'ylaymanki, endi chiroyli kunlarni hali ko'pini ko'ramiz. Meni qanchalik qiynalib o'qitganlaringiz, Nodira o'qish kerak deb qancha qiynalib o'sha kontraktlarni to'lab, shunchalik bir menga bir yonimda faqat ona emas, do'st ham bo'lib turgansiz. Har qanday vaziyatda meni tushungansiz, quloq solgansiz. Yo'q, buni emas, buni qilasan deb emas, meni eshitib, meni ko'nglimga qaragan ayolsiz, onasiz. Men shunday onam borligidan, sizday onam borligidan Allohga shukr qilaman. Alhamdulillah deyman. Va uzoq yillar hali yana chiroyli kunlarga guvoh bo'lasiz. Yana birga umra ziyoratlariga ham borish nasib etadi. Xudo xolasa, ishonaman, albatta nasib etadi. Birga boramiz hali. Va onamdan tashqari opajonim, kenayimga ham mana shunaqa go'zal tilaklarim. Umra ziyorati har biringizga muborak bo'lsin. Nasib bo'lsa O'zbekistonda ko'rishguncha sizlarni juda ham yaxshi ko'raman.
Keyingi safar yana biz bormaganlar birga borish nasib etsin. Ikkinchi opam borlar, juda yaxshi ko'raman. Endi bu safar opajonim bilan birga borish nasib niyat qilyapman. Umr muborak bo'lsin onajon, opa, yanga. O'zimiz Monga beryapman. Kamera qo'shing. Zo'r. Onajon. Umra safari muborak bo'lsin. Bugun yo'llanma topshiramiz. Nasib bo'lsa, endi xabar topuvdingiz, endi nimasini ham sertifikatini ham berib qo'yaylik deb Bahodir olib keldi. Nasib bo'lsa chiroyli ziyorat qilib, sizni ko'rmayapman lekin. Mana. Siz chiroyli ziyorat qilib, nasib bo'lsa bor. Kamerasida. Nima? Inondim. Aha. Muborak bo'lsin. Rahmat. Manasida topshirdim. Bunga sababchi qilgan Bahodir ko'rsat. Shukr qilaman. Sizda inom borligidan faxr qilaman. Xudoga shukr. Ziyoratlar yana nasib qilsin. Yana ko'p marta boraylik. Nasib qilsa rahmatingiz. Seni boringga ham shukringlar. Shu. Yana xodim, endi nasib qilsa akam qashtu o'zimdan menga bir og'iz aytmasdan birga olardik dedi. Asli kelsangiz akam to'yingizni qilib beradi. Sizga bexabar surpriz qilaydi deb. Men ana qo'ydim, ertachmoq. Rahmatim. Yaxshi borib nasib bo'lsa. Ko'z yoshingiz artib dardingizni unuttirar. Yaxshi bordingiz, nasib bo'lsa. Shukrona qancha kunlar o'tdi. Inam gapiramay qolding-a? Mayli, endi kutib olish nasib qiladi, Xudo xohlasa. Sog' bo'lsin. Umringiz uzoq bo'lsin. Yaxshi bording, Xudo xohlasa. Faqat tug'ilgan kunlarda to'yladi, videoga olamizmi? Buni yaxshi kunga ham videoga olib qolaylik. Sizga o'zim bo'laysiz. Qalbim bo'lay har bir toshga. Onajonim umrim muborak. Ko'zlaringiz kulsin qayta. Ishxonaga boramiz. Endi Mashinadan siz ham borsangiz, ularga qolganlarga topshiramiz, Xudo xohlasa. endi Yaxshi bor. jiyan.
Umraga. Hammasi. Mama bu bahadır reyası. Yana buni ham. Notishdan oqildi. Ha. Yenge? Qarash kerakmi sizga? Yo'q, uni ko'rsatib qo'ysin. Yenge? Hozirda. Bitta ko'rsatib qo'ying kameraga. Jalak. Ha, qaraymiz. Jalak. Gapirib ketgan. Gapirishgan deb o'ying, ana telefonda odamga ko'rsatamiz. Yenge. Ko'z yoshingiz artib ona dardingizni unuttirar Tabii şakası. Azmi. qancha Kel bakalım. ulardan charchab Şerif. ko'zlaringiz kulmay qo'ydi yig'ladingiz bugun endi bari boshqa unutamiz barchasini sizga o'zim bo'lay suyanch qalbim bo'lay har bir toshga